tezroq. Voy, to'xta. Ha? Mashinaning kaliti yo'q. Qayerga qo'yuvdingiz? Katta xolamnikida qolib ketibdi, Charos. Balandga boramizmi? Inakka borasan. Uyda qolib topchiq. Mol. Boraylikmi? Kire. Charos shu Bakavoyni Mamitlarga qo'ysammi deyapman-da. Chunki sen uni to'sib turibsan-da. Qoch, mol, uraman hozir. Mana marhamat. Beparosat, mol. Tinchlikmi? Kim? O'zingiz bilan so'kyapsiz. Ovqat olib kelib, qo'shib olib kelmabdi. U sizni qarindoshingiz. Nimaga? Parosatlar o'xshashligini qarang. Bizda unaqa qarindosh yo'q. To'g'ri. Sizlar yagona beparosatsizlar. Mana aytdim-ku, yagona beparosatsizlar. O'ziga kvartirani pulini to'lash kerak. Vaqti keldi. Kvartira yo'q. Xonsaroy afsonasi loyihasidan oyiga 4 million so'mdan to'lashga xonadon olib qo'ydim. Nima qilamiz uni? G'ishtlarni bittalab olib sotamiz, Charos. Ikki kvartirani qo'yib qo'yamiz-da, u kvartirani bergan pulni o'zimiz kvartiraga to'laymiz, Charos. Voy, menga zo'r ishlaydi, bo'sika. Yashaymiz, mol. Zo'rmi? Ketdi. Ha, yur. Hali bitgan yo'q, endi boshlandi loyiha.